Assalomu alaykum. Baliq va ishqibozlari, Sherif Fishing YouTube kanali obunachilari. Biz kutgan kunlar keldi. Xudoga shukr, mana birinchidan o'g'lar ochilib, bugun 5-mi? 6 kun boshqa ishlar bilan yurdik. To'g'risi qo'llar qaltirab qoldi. Bugun Muzaffar ukam, Husniddin, Bahromjon, ular ham o'chi. Ulardan sekin-sekin o'zim formalarni berib, hozir Maladoyda endi sekin chiqib o'rganib, ichida bo'lsa keyin forma kiyishadi. Chiroyli bo'lib, bir xilda bo'lib chiqamiz. Bular ham eski o'chilar, ukalarimiz. Hozir bugun chiqish niyat yo'q edi, qandaydir uyushib ketib qoldik. Kecha o'zi plan qildik, o'xshamagan edi. Hozir yozyovon o'sha tomonlarga xullas ketyapmiz. Bilasizlar, joyda aytmayman, juda ham qiziqnaman. Lokatsiya ham bermayman. Shunga xullas Ilonboshi bor joyga ketyapmiz. Yangi joy emas, eski joylar, bir proverka qilib aylanib kelamiz. Baliq ishqibozlari bizni kuzatishda davom etsalaring, bundan bag'iga Xudo xolasa yaxshi obzorlar qilamiz. Nima deydi? Sirdaryoga boraman, Gulistonga boramiz, Arnasoyga boramiz ham ko'pchilik telefon qilib meni ham olib keting deyapti. Men to'g'risi nima deydi? Biz plan qilib o'sha kelishib qo'yganmiz, necha kishi ketiladi, nechta mashinada. Endi buning uchun o'zingiz mashina qilishingiz kerak. Biz orqamizdan yurib boraverasizda, uni men misol 10 ta odam telefon qilyapti-da, kamida bir 15 kun ichida 10 ta odamni men poyezdda ketmayman u tomonga. Mashinada ketamizda, u mashinaga sig'maysizlar. O'shuning uchun boradiganlar bo'lsa, biz ketishimizdan oldindan bir video qilib qo'yamiz. Ketilaveradi, qator bo'lib. Davom etasizlar ko'rishda, bizni kuzatib boringlar. Hozir endi yo'lga chiqdik, Farg'ona shahardan chiqib ketyapmiz, xudo xolasa. Mag'ilonni qayerda? O'qishini sita bo'rdinglar-da, Mag'ilonda yana bitta joy bor. Albatta chuvalchan sotadi. Magazin hamma yo'q. Qo'yib ko'raychi, men tushunaman. Chuvalchani ichkarida turib tayyorlab berishyapti. Hamma o'ga ketyapti bugun. Nima bo'lyapti? Ha, zapchas bor ekanmi? Voy, qon qo'vardi. O'tgan safar Muzaffar shunaqa oqtarib bering deydi. Anoyizni yechib bering deydi. Tayyor qarmoq ekan. Ancha bosim qildi. Yaxshi mana bu yerda bor ekan, hozir qo'yib oladi. Magazinda hamma yo'q bor. Yaxshi mana liskalarda ham xillari. Bu alyumindan qilingan ekan, yangicha stul. Har kun ishlaysiz uka? Ha? Bu joy har kun ishlaydi, bemalol kelaverasizlar. Iloji bo'lsa telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Chuvalchang kuruvda sutishni bor bu yerda kesalarni. Ertalab kuruvda sutishni bordim, nechadan nechaga ishlaysiz? 9:15dan Kech payt 10 gacha ishlaysa, ertalab nechida sahar ochasiz? 6da. Gap yo'q. Yo'ldamiz, ozgina boshqa joyga kirib ketib qolib, yo'nalishda adashib qoldik. Kulgili tuylar kimgadir, lekin o'sha o'qishidan Chuvalchangni olgandan keyin bitta yo'ldan yurib Qiziltepadan chiqmoqchi edik. Qiziltepadan 200 metr bag'dan chiqibmiz xullas. O'zi unda ham hech qancha yutmas ekanmiz. 200 metrga bo'lsa 500 metr. 500 metr. Shepskilar mana orqada. Hozir Ilonboshi yo'lga kirib ketyapmiz. Mayli o'sha olmasa bo'lmaydi. Qiynalamiz. Baqa yo'q, baqa problema. Baliqqa bu. Bu joyni ko'pchilik biladi. Har doim mayli o'shamiz yerda. Balig'i yaxshi bu yerda. Ilonbosh, sazan, amur.
ko'llarni ichiga kirib ketgan o'sha so'rili joy, narigi tomonda choyxona. Selli Yo, o'tiring. Yo, o'tiravering mana. Ozgina salqinda hozir o'tirib. Endi bu ertalabki nonushta bilan obed bittami yo obed ham bormi? Obed, kechki ovqat, unaqa narsalar yo'q, bo'ldi shu bilan. Bitta beriladi uchuv, Muzaffar. Qamishlar ichiga kirib ketamiz, endi kech payt chiqamiz. Nima shu shuna bo'lish kerak o'zi. Hamma boradi, o'zinimda endi qilib qamishni tanlab turib, soatni belgilab turib yo'qolib qolamiz, qaytamiz. O'tirib olib piknik qilib o'tirmasdan ilon boshida ushlash kerak. Jang qilish kerak, to'g'rimi? Ayy. Mana ham yaxshiga o'xshaydi. Mana Haftaligi ham bo'lsa. qorin to'ydi. Maza qilib salqinda mana soyda bo'yida o'tirdik. Mana Ko'rsatdi endi. maluklar ushlandi hozir ilon boshiga bir paqir. Mana. Mana. Ketaverdik-a? Ketdik. Men Mana yo'lga chiqdik yana. Xullas yo'l yursak ham mo'l yuryapmiz. Manzilga hali yetib bormayapmiz. Ana. Ko'rmadingizmi hozir? telefonga qarab, qo'yga qarasa. Shunaqa yaxshi shopir olaman, xullas. E'lon bersam bo'lar ekan. Menga oylik to'lab shopirlik qilib yuradigan shopir kerak. Bu darajada chuqurdasdi u joy. Ko'zga ishlaysizlar. Chuqurda menga. Ana achki. Aygacha ko'rsatadi. Ha, achki sutayni ko'rsatadi-yu, yerda ham Ha, yerda ayni yamani ham chuqur ko'rsatib yuborgan. tupadan agar tushganim. Orqada do'stlarimiz ham mana zavtrlik obed qilib bir yo'lda. Nimami? Obed berilmaydi shu bilan-a? Yema tomonda. Oldimizda ketyap turgan damasam ovchilar bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Ovchilarimiz Orbey bo'lyaptimi? Olmaydi. Endi chanqab qolmasa mana unga suv o'tda grant bor. O'na tushyapti grant. Suv to'ldirib olinglar. Jangchilar bilan mana ilonbosh jangiga ketyapmiz. To'g'risi bu haqiqiy nima deydi? Yovvoyi tabiatda birinchi kun o'yga chiqishimiz, birinchi marta. Juda ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Chunki anchadan beri sog'indik to'g'risi zakandan ilonbosh ushlashdi. Juda ham sog'inganmiz. O'tirib ko'raman agar yo'l bo'lsa. Yo'q, qopdi deb qaynab ketadi mashinalarni. Salqinda tursa hech qancha bas mana 100 metr ham chiqmaydi. Qaror qabul qilmaydi. Shunaqa hazil huzul bilan o'qilamiz.
Bugun havo issiq, lekin mana 6:30larda yo'lga chiqqan deya menimcha. Soat 6:30, 7. 10dan 20 minut o'tdi. Ve 10dan 35 minut o'tyapti. Xudo yetib keldik manzilga. Ko'radigan joyimiz ko'p. 1 soatcha bu joyda o'qilamiz. Keyin yana bitta joyimiz bor, o'sha yerga o'tamiz. Sizlarga jarayonni ko'rsatib boraman. Ilon bosh ketdi. Mana shu yerga tashlaylik baliqchani. Do'stlar, ilon boshovini boshladik. Suv tomon sakanni ichi ko'rinmasligi mumkin, chunki qamish qalin. Baliqchi ilganman. Qamish o'sib ketgan. Ikki tomonida ham o'sha narigi chekkaga kichkina o'sha gamuzchalar ilib tashlab ko'ryapmiz.
kichkina ekan. Ko'p yuribman. Baliqcha bormi? Mana olasiz setga tashlab qo'ying. Mana kimdir ekran ilib qo'ygan ekan, ekran kelinib qoldi. Katta ekran ekan. Balig'i bormi yo'qmi bilmayman. Olish juda qiyin. Balig'i boriga o'xshayapti. Po'kek. Bunni ekranga bunni. U tomondan ko'lga degani. Zakanga issiq ta'sir qilyapti. Shunday ilib qo'yibdi. Yaxshi bas, o'rtoq barakanlar. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Ilonni ko'ryapsizlarmi? Kattaligini. Katta ilon ekan, nihoyatda katta ilon ekan. Uxlayotibdi. Kattaligini qaranglar. Havo issiq, lekin ozgina shabada bo'lyapti. Bilasizlar aytdi havosini. Daraxt yo'q. Shabada bo'lsa ham issiq havo urib turadi. Ilonbosh yuribdi. Bitta ko'rdim. Lekin zo'r qaramadi. Baliqchi ilib tashlagandim. Bitta narsani ko'p ko'ryapman mana shu zakanda. Sazan juda ko'p bo'lardi bu yerda. Sazan ko'p bo'lardi. Baliqlar o'lib yotibdi. Bir qarashdan katta 1 kiloga yaqin sazan, karaslar suvda betida o'lib yotibdi. Nima qilishgan? To'k solishganmi, nima qilishgan? Kim bilarkin endi. Yana bitta joy bor. O'sha tomonga boramiz. Yaqinda batga do'stlarimiz kelib zo'r chiqdi ilon boshlar. Mazza qilib ushladik. Yirigidan ushlab ketishdi. Katta ilon boshlar yuribdi degandi. Bugun ko'raman. Endi bugun shunaqa kun ekan bu yerda. Hozir oralig'ida kamerada ko'rinmasa kerak. Baliqchalar o'lib yotibdi. Hozir yana sizlarga ko'rsataman o'lik baliqlar. Suvda betida sazan. Ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'ringan bo'lsa. Og'zini chiqarib yuribdi. Ko'rindimi do'stlar? Sazan. 1 kiloga yaqin. Sazan uni. Qarayib turibdi. Og'zini chiqarib qimirlatyapti. Suv qimirlayapti, ko'ryapsizmi?
baliqchilar. O'lib yotibdi. Mana baliq. Suvda betib o'lib yotibdi. Mayda baliqlar. Bo'lsa, Mana baliq. O'lib baliqlar. Vale. Çardakı lamarta götürüyorum. Öyle olacak öyle hep doğru kaçtı. Kaça koyza aradım seni. Yok şimdi üşüyor. Diyor geçe bağlama. Üşüyeceğim geçe bağla. İnsan var. Üşüyeceğim. Bizi jangchilar suvda charchab qoldi. Jangda. Ikkitasi charchab qoldi buni. Akıl şey ekan. Ilon boshoviga bugun anaqa imtihondan o'talmayapti Muzaffar. Nima? Sanjarbek. Muzaffar imtihondan juda yaxshi bas. O'tamiz aka. -3. -3. -3. Ha? Yo'q, bunisiga emas, mana bu nargisiga. O, nima deydi? Kesilgan toldi. Ha? O'sha yerga bunaqasiga boramiz-da, nariyoqdan boramiz. Nima bilan bo'lsa bo'ladi? Qayerda? Yo'q, u nariyoqqa o'tolmaymiz, o'rtasida kesilgan joyi bor-da. Kesilgan joyi yo'q, bitta. Bitta Shunday zakan yaxshi. bor. Oxirida. Birinchi burilishda o'ng toq chapga kiramiz. O birinchi burilish edi. Birinchi yerda. Ha. Birinchi yerda, ha, bo'ldi. Hash tog'amiz, mana yerda ko'li bor ekan mana. Katta baliqlar, qanaqa baliqlar bor mana o'zingiz ayting. Hozirgi joyda. Ha, o'lyapti. Televizorda chiqadi. Ilon boshlar bor, katta 5 kilo. Sazanlar bor, 4 kilo. Sazan ham bormi? Bor. O, reklama qo'yib yuboramiz baytiga. Yaxshi, omadingiz berib, men chekmayman. Nima qilsan? YouTube'da ko'rasiz o'zingizni. Qachon? Televizor, telefoningiz bormi? Telefon bor, ha. Sherfi şimdi YouTube'ga yozing, men chiqaman. Ha. Bitta pachka qilib qo'ying, qo'yaman videoni, ha? Kelib turaman, gaplashib turamiz siz bilan. Bo'ldi, şey dema aka. Bo'ldi. Ismingiz nima? Bilmas aka. Oydan kelishdi. Hozir ozgina suv oldik. Shibandan muzdek suv chiqib turibdi. Oy qolish kerak. Grant bor. Endi ozginacha siljidi bir 200 metr, 300 metrga. Bitta joyimiz bor, qayerdan ko'ramiz. Endi o'tganligi joylar, do'stlar, bu joylarda agar bir yil chiqmasa kelmaymiz. Yangi joylarni topib harakat qilamiz. Endi o'tgan joylarni ham bir razvedka qilib qo'yishimiz kerak edi. O tepaga olib chiqib ko'ramiz.
kurchoq ilinib qoldi. Qamishni ichida qolib ketdi. Boshqa yangiladim. Endi narigi tomonga kirib ko'ramiz. Nariyoqqa. Juda ilonbosh bor ekan. Necha kichikroq. Uzagan 4 yil, 3 yilmikin, 3 yil oldin bu darajada qamish bosibdi. Juda ham haligi maza qilib ilonbosh yuradigan joy edi. Hozir qamish bosib, batga to'k bir to'r solganini ko'rmaganman. Juda ham haligi qalin bo'lib ketgan. Balig'i ham katta baliqlar bor, lekin katta bilinmayapti menga. Sezganim yo'q katta ilonbosh borligini. Endi oyog'iga o'tib ko'raman. Hozir soatimiz 5 ekan, 2 bo'ldi. To'g'risi charchadim. Kun ezib qo'ydi bugun. Uni usti yoz. Shamol boshlandi. Shamol ham endi nomiga shabadan bu shamolmi? Bu joyga bilasizlar bir 3-4 yildan beri o'qilyapman kelib. Juda ko'p video tayyorlaganman. Katta ilonboshlar shetdan ushlaganman. Keyin yana bitta narsani aytib qo'yib, kommentariyada yozmay qo'yaveringlar. Joyni so'rab, lokatsiya so'rab. Men to'g'risi SMS-da, telefonda, prямой efirda, videoda joyda adresini bermayman. Xafa bo'lasizlarmi, bo'lmaysizlarmi? Har xil odam bor, to'g'risi. Misol bitta Telegram gruppani o'zida 1000 ta odam bo'lsa, o'shundan 300 tasi brakaner ekanda, to'g'risi. Men shu narsalar tushunib boryapman. Brakaner juda ko'p. Uyalmasdan telefon qilib yo telefon nomeringizni so'rab, SMS orqali lokatsiya so'raydi. Beti yo'qlar. Xullas yo'q adres berilmaydi. Joyda o'ziga ishongan, o'chiman degan inson o'zi joy topadi, o'zi chiqib harakat qilib oqtarib baliqni ushlab keladi. Endi tanigan odamlarim bo'lsa, telefon nomerini saqlanib qilgan bo'lsam, telefon qilsa beraman ularga joyda. Misol, falon joyga bordim, piston joyga bordim. Mashinada o'tiribmiz mana. Hamma charchadi, issiq urib qo'ydi bugun menimcha. Qaynab ketdi hali. Yondim. Qaynab ketdik. Hozir mana shabada ozgina shamol bo'lib, havoga sal yurdi, lekin issiq bor. Menga loqillatib qo'yapti, to'g'risi. Bugun
o'zimiz uchun ozgina bo'lsa ham nima deydi. Cho'lni havosini oldik. Ilonboshlar qanaqa, nima, qayerda o'zimizcha bilib oldik. Endi shu kunlarda bir yana ikkita joylar bor yana, yaxshi joylar. O'sha yerlarga chiqib ko'ramiz. Hozircha o'yimiz davom etadi. Shu Bahronjon pastga qarab sazan ushlayapti, o'sha pastga tushib ketgan. Yana ikkita o'vchi keldi baytga. Narigi tomondan ham bitta mashina keldi, u tutagida ikkitasi o'ralashib yuribdi. O'vchilar yaxshi, ko'p. Hozircha to'g'ri solgan, to'k solganni ko'rganimiz yo'q. Do'stlarim, bu joyga ham o'sha videolar qilganman, ilonboshlar ushlab. Yaxshi zakan, chiroyli. Bugun 3-zak kirib turgan joyimizda. Bugungi videomizda 3 ta zakka kirdik. 3-sida chiqib qolar, bo'lmasa. Bor ilonbosh. Hammasi bugun bir qator eski keladigan joylarimizni ko'rib olsak, keyin agar ularni muzakalardan chiqmasa qaytib kelmaymiz. Yangi joylar topishga harakat qilamiz. Tozalashgan o'vchilarni yaqin atrofda kelmabdi, ancha-muncha sifatga kelib o'tirmabdi menimcha. O'zi aslida shamolda, yomg'irda ham chiqaveradi, ushlaganmiz yomg'irda ham. Shamolda ilonbosh bekin bo'ladi. Asosan o'sha chekkalarga, baqato'llarni, qamishlar tagiga kirib oladi. Suvda shovqin ko'p bo'lganligi uchun o'sha baliqcha baqani oyog'ini kesib tashlab ushlab bo'lmaydi. Harakat qilib ko'rdik. Ilonbosh ko'rinmadi. Lekin bu joyda mana qaranglar, qamish ham yo'q. Balki to'r nima to'k solishda iloji yo'q. Qamish bosib yotibdi ko'p joyini. Yaxshi joy bo'lgan. Shunga bir sinab ko'rdik. Ilonbosh bo'lishi kerak albatta ham, lekin bu joyga endi kelmaymiz. 3 ta joyda nima qildik? Imkoni boricha yangi joy topib, yangi joylarga borishga harakat qilamiz. Endi hozir sheriklarga aytib ko'ramiz, endi nima qilishadi. Ketamiz desa ketamiz uyga. Shamolda shu joyda o'tgan yili bo'lsa kerak, adashmasam 10 kiloni atrofida sazan ko'rgan ko'zim bilan.
Taşaşız yol. Taşaşız yol. Bitti, gidiyor.